Turkiy davlatlar tashkiloti mintaqada izchillik bilan yangi o'sish nuqtalarini shakllantiryapti. Savdo-iqtisodiy, transport va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytiryapti. O'rta yo'lakda hamkorlikni chuqurlashtirish uchun katta salohiyat mavjud. Tashkilotga a'zo davlatlar va Qora dengizning Turkiyaga tegishli qismidan o'tuvchi yo'nalish Xitoydan Yevropaga yuklarni tez va tahlikasiz yetkazib berishni ta'minlaydi. Bunday yetkazib berish vaqti boshqa yo'nalishlarga nisbatan qisqa. Biliyorsunuz Qozog'iston Osiyodagi o'rta yo'lakning asosiy tranzit nuqtasida joylashgan. Turkiya esa bu yo'nalishdan Yevropaga olib chiquvchi yagona darvoza hisoblanadi. Qozog'iston va Turkiya o'rtasidagi aloqalar mustahkamlanishi ortidan o'rta yo'lak salohiyati ham kengayadi. Bu Yevrosiyoning savdo-logistika tizimi va iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Turkiy davlatlar tashkilotining Turkistondagi norasmiy sammiti mavzusi sun'iy intellekt va raqamlashtirishni rivojlantirishga qaratildi. Majlis deputati Aygul Quspanning fikricha, bu amaliy texnologik integratsiya, umumiy IT hublar yaratish, kiberxavfsizlikni ta'minlash yo'lini aks ettiradi. Aygul Quspan Qozog'istonning raqamli texnologiyalarni huquqiy tartibga solish tajribasi, xususan qabul qilingan va amalda bo'lgan sun'iy intellekt to'g'risidagi qonun va raqamlashtirish kodeksi tashkilotga a'zo davlatlar uchun qo'llanma bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Shu bilan birga TDT doirasidagi sheriklik kun tartibi keng ko'lamli yo'nalishlarni qamrab oladi. Важная тема это Investitsiyalar juda muhim mavzu. Bir-birimizning iqtisodiyotimizga sarmoya kiritishimiz, sarmoya ishlashi uchun juda qulay sharoitlar yaratilishi ahamiyatli. O'tgan yili Qozog'iston parlamenti Turkiy investitsiya jamg'armasini tashkil etish to'g'risida bitimni ratifikatsiya qildi. Hozir bu tashkilotda $600 million mablag' jamg'arilgan. Ular aniq investitsiyaviy, infratuzilmaviy loyihalarini amalga oshirishga yo'naltiriladi. структурных проектов.